Bu kadrlar Afg'onistonning Qobuldagi Shamali rayonida suratga olingan. Afg'onistonga Talibanlar hukumatga kelib o'tirgandan keyin giyohvandlikka qarshi kurash vazirligi tomonidan ishlab chiqarilgan giyohvandlikka qarshi reydlari amalga oshirishni boshladi. Bu videolarni suratga olish oson bo'lmadi. Talibanlar hukumatidan ruxsat olib bir hafta mobaynida olib borilgan muzokaralar evaziga bizga ruxsat berishdi. Mana bu odamlar Afg'onistonning Shamali rayonidagi narkotikga o'tirib qolgan giyohvand odamlar. Bularda hammasini Talibanlar tutib davolash maskanlariga olib ketishyapti. Bu askar shunday dedi: biz Talibanlar hukumati bizga qachonki bizga bir xizmatni buyuradigan bo'lsa, biz jon deb bu ishni amalga oshirishga biz tayyormiz deb aytadi. Bulardan bittasi men bu yerga prosta akamni istab kelgan edim. Bular meni narkoman deb olib ketishdi dedi. Hozir bularda Afg'oniston Qobul shahridagi Amerikani harbiy bazasi bo'lgan joyga olib kelishdi. Bu oldin Amerikani harbiy bazasi bo'lgan. Hozirgi kunda mana shu narkomanlarni reabilitatsiya qilish markaziga aylantirilgan. 2015-yili Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerdan chiqib ketgandan keyin butun dunyo jamiyati bu yerga moddiy mablag' bilan ta'minlashni to'xtatib qo'ygan. Bu narkomanlarni bu yerga olib kelgandan keyin sochlarini olib, hammasini dushlarga tushirib cho'miltirib, bu yerda ularni davolash bilan shug'ullanishadi. Bular 15 kun mobaynida mana shu joyda davolanishadi. Bu aytadi: "Meni hech kimim yo'q. Men shu narkotik bilan o'sha necha yillardan beri shu hayotni kechirib kelaman. Biz bu yerdan chiqqanimizdan keyin bizni ish bilan ta'minlash kerak. Agar ta'minlanmasa yana eski boyagidek ishimizni qilib yuraveramiz" deb aytishadi. Bular ochiqlikda juda erkin yurishgan, lekin bu yerda bular qattiq nazorat ostida. Mana shunday stroylar bilan hattoki har bitta boradigan joylariga mana shunday saf tortgan holatda hattoki ovqatlanishga ham shunday nazorat ostida borishadi. Bu yerda bularga juda qattiq qo'llik kerak. Lekin agar bular bir lomkaga tushib qoladigan bo'lsa, bularni boshqarish qiyin bo'ladi. Hattoki bir to'polon qilib dorizadan qochish, devordan oshish holatlari ham bu yerda juda ko'p uchrab turgan deb aytishadi. Mana bularning ahvolini ko'ryapsiz. Bular hattoki ko'chalarda yurishganida nima bilan shug'ullanayotgani, shunday Afg'onistonda markazda joylashgan narkotik bilan shug'ullanuvchi og'ularda sotish bilan shug'ullanuvchi odamlarning kasofatiga uchrashgan. Afg'oniston juda eski davrlardan beri butun dunyodagi eng qashshoq davlatlar hisobiga kiradi. Mana bu suvlarni qaranglar, bu odamlarning hayotiga qaranglar. Bular hammomlardan chiqayotgan axlat suvlarni ichib mana shu suvlar bilan betlarini yuvib oziqlanishadi. Hayot juda achinarli darajada. Mana bu odam esa aytadiki, men mana shu Afg'oniston hukumatida yashab mana shunday holatlarda bo'lganiga men juda achinaman deb aytadi. Bu insonlarda nima hayot qilishi, nima qilishi bu dunyoda kelajak hech narsani qiziqtirmaydi. Bular bilan qattiq shug'ullanish bu mana shu Talibanlarning zimmasiga tushdi. Har bitta Taliban bu davlat uchun, bu millat uchun o'z kuch-qudratini ayamaslikka bular va'da berishgan. Davlatda yana qaytadan rivojlantirish uchun butun dunyo sanksiyalariga tushgan bo'lsa ham, bular o'zlari ichidan o'zlarini harakatini qilib mana shunday odamlarni yana qayta dunyoga keltirish uchun qattiq bel bog'lashgan. Bu insonlarda bu reabilitatsiyadan chiqargandan keyin ularda albatta ish bilan ta'minlash ham ko'zda tutilgan. Ular aytadi: "Biz bu yerda odamga o'xshab yashayapmiz. Tashqarida biz hech kim emas edik. Bizni itdan ham battar ko'rishardi. Bu yerda mana yotog'imiz bor, yemoq, ichmog'imiz bor. Har qalay o'zimiz ustida ishlashda xohlab shunday tana hamda ruhiy tomonlardan rivojlantirish uchun mana shunday ko'mak beradigan odamlar bor" deb aytishadi. Albatta davlat o'z millati uchun qayg'uryapti hozirgi kunda. O'zingizda xabaringiz bor. 1980-yillarga davr SSR hukumati bu mana shu Afg'onistonga bostirib kirib bu yerda o'zini qaramog'ida qilgan. Undan keyin Amerika bostirib kirdi. Amerika bostirib kirgandan keyin bu yerda faqatgina foydalanishdi. Bularning maqsadi bu davlatni rivojlantirish yoki davlatni oyoqqa turg'izish bo'lmagan. Bu yerdagi asosiy narko biznes bilan shug'ullanuvchi
kontrabanda ishlarini olib borishgan. Bularning asosiy maqsadi faqatgina daromad olish bo'lgan. Bu millat ularni hech qachon qiziqtirmagan, qiziqtirmaydi ham. Hozir ham qiziqtirmayapti. Har bitta davlat o'zini ustida o'zi ishlash kerak, o'zini millatini o'zi oyoqqa turgizish kerak. Mana shu insonlarga o'xshagan insonlar xalq bilan shug'ullanish kerak. Shundagina davlat bo'ladi. Aslida boshqa davlatdan kelib biz sizlarni buyuk rivojlangan davlatga qatoriga chiqaramiz deb aytilgan bu cho'pchak ertaklarning hammasi bu ishonchsiz bo'lgan gaplar. Mana bu insonlarni qaranglar. Bu yerda ta'minot ham juda yaxshi emas. Faqatgina guruch bilan oziqlanishadi. Bularda ta'minoti juda oliy darajada emas, eng past darajada. Hattoki yotoqlari, hattoki medikamentlari, hattoki bularda ustida ishlaydigan mediklar ham unaqangi professional darajada emas. Lekin xalqi uchun bular harakat qilishyapti. Bular mana shu insonlarning kelajagini o'ylashyapti. Bular o'zlarining fikrlarini, o'zlarining fikr doirasida ana shu 15 kunlik reabilitatsiyadan keyin o'zini ushab, o'zini tiklab ketganlari ham juda ko'p. Mana shu oxirgi yillarda bunday insonlar Afg'onistonda hozirgi kunda kamayib boryapti. Kerak bo'lsa, Tolibon hukumatı o'zini barcha kuch-qudratlarini, o'zining imkoniyatlaridan foydalanib, mana shu ishlarni amalga oshirib kelyapti. Albatta, hozirgi kunda Tolibonlar o'zini dunyodagi mavqeini tiklashga harakat qilyapti. Bular o'zini millat uchun kurashgan insonlar xolos. Bular kelajakda mana shu yosh go'daklarda millat uchun xizmat qilishga harakat qilayotgan insonlar. Albatta, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Keyingi roliklarda ko'rishib qolguncha salomat bo'linglar.